Пожелание. Bizani tilimiz chetdan qanaqa? Shu desanglar xafa bo'lib yigitimga telefon qildim. Nimagadir настроением yo'q, jon. Vashshi xafa qilishdim ana deb tursam, bo'pti, mayli xafa bo'lma. Bir payt siqilib tursam, kartamga $5000 tushdi. Maza qilib ishladim. Bu pulni sirrazi yechib olmasam bo'lmaydi deb bankka kirib, kartamga tushgan pulni foq etib yechib oldim. Makiyajni ham tez qilib oldim. Keyin esa bu pullarni ishlatish uchun обязательно butikka bordim. Bывший etishi bo'yicha ko'rmaganni ko'rgani qursin deb magazindagi hamma narsani shoq etib $1000 sotib oldim. Yigitini pulini ishlatish naqadar mazza-de, mazza, xullas. Uyga bir dunyo narsalar olib keldim. Shunaqa charchadim, shunaqa xursand bo'ldim va yigitimni ham xursand qilish uchun unga ham bilet sotib oldim. Unga aytsam qimmat joydan sotib oladi, ammo aviasiz eng ishonchli va eng arzon biletlar u yoqdan topishingiz mumkin. Gostinitsa bronировать qilsanglar ham bo'ladi. Agar yigitni kim u deb qiziqayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rsangiz, aytaman kimligini. Mana gostinitsaga ham kelib oldim, joylashib oldim. Hozir yigitni guli bilan ko'rishamiz. Eng hayajonli daqiqalarim mana bu meni akam. Настроением bo'lmasa ko'taradigan muammoyimni hal qiladigan bu mani akam. U bu kimni kutuvmi deylar. Oilaviy etbetga bormoqchimisiz? Aviasiyasi doim yoningizda.